sifat bilan sifat farqi bor. Navbatdagimiz ana bu anchagina bir hamyonbop deydimi o'shanaqa. Zodagon mehmonlaringiz bo'lsa ana shuni uyingizga olib kelib o'tirg'izsangiz bir maza qiladilar-da. Mana ichkariga ham kirib oldik. Assalomu alaykum yana bir bor. Xo'p, ko'rib turgan miyaqi ugaloklari narxni aytsangiz bir boshdan. Mana shu miyaqi ugaloklarimizni narxi bu transformerlik ugalogimiz bo'ladi. Mana oldinga, orqaga ochilib, katta razmerda bo'ladi bu narsamiz. Ha, как spalniy deydi. Ha, spalniy o'rnida anaqa ishlatsa ham bo'ladi bu narsalarimizni, bu mebelimizni. Oldagi stoli 220 santimetrlik MDFdan bo'lgan yaxshi stoli bilan narxi 11,5 million. Yana ham kelishilgan holda qilib beramiz. Bu komplektdan shu stol bilan 11,5 million. Stol, ana pufigi bor bitta. Pufig 11,5 million narxi. 11,5 million, yana ham kelishtirib beramiz. Sifatli, rangidan ham istaysizlar bu. Ranglari ham, materiallari turetskiy material. Bu yoqda hammasi Toshkent mebellari. Ranglariga farqi yo'q. Siz xohlagan narxda qilib beramiz. Zakaz asosida ham keltirib berasiz. Zakaz asosida ham, razmerga qarab ham, materiallarni ham ranglarini o'zgartirib berib bilamiz. Xo'p. Bu mebel ham undan sal kattaroq ekan-a bu. Bu razmeri 360 ga 250 bo'ladi. Ugalogimiz ikki taraflama qilishimiz ham mumkin. Xohlasangiz 250 tarafini 360 qilishingiz mumkin. 360 tarafini 250 qilib qo'yish ham mumkin. Uyga, uy ichida razmerga qarab bo'ladi. Stollarimiz MDFlik 100%, sifatlari juda yaxshi. Krashinni, laklari ham akrelni laklar bilan qilingan. 3 ta pufigi bor. Buni ichiga kiradigan narsalari ugalogimiz, stoli, 3 ta pufigi bilan 2 ta yostiqchasi bor. Materiallari turetskiy sochuvli material bo'ladi. Yaxshi material, qattiq material. Zamish pason ekan-a. Har xil bo'ladi bunday sayzlar. Ular juda ham yaxshi, a'lo sifatda ishlangan. Kачествоsi ham zo'r. Narxlari 13 million kami bor. Kelishtirib yetkazib berishimiz dastavka sborkalar bilan. Dastavka ham ichida bo'ladi. Dastavkasi ham ichida. Bu qo'shib beriladimi yoki отдельный mebelni o'zi 13 million? Yo'q, qo'shib beriladi. Mana shu stoli. Xohlasangiz mana bu stol bilan olishingiz mumkin. Xohlasangiz boshqa stol bilan olishingiz mumkin. Bu yoqda farqi yo'q. Stollarni qilib beramiz. Stol xullas o'zlari tanlaydilar. O'zlari tanlaydi. Qaysi bir mos kelsa, hozir kalabrasida qilib qo'yiblar, yostiqchalar ham bor ekan. Отдельный jurnalniy stol olaman deganligi ham, mana jurnalniy stollarimiz 1 millionlik jurnalniy stollarimiz. Juda ham chiroyli, bular ham MDFlik, krashinni, ranglari oq, seri, korичневый, qora har xil rangda qilib beramiz. Ha, oq, korичневый, seri, oq, yana har xil ranglari bor. Navbatdagi mebelimiz ana bu anchagina deskiy ekan, oppoqni o'zi ham. Bu hakki rangdagi miyaqkimizni mana bu oq variantli, oq ranglisi. Aytadiki, oppoqqinasi xullas ana shu bo'ladi. Mana chiroyli gastinni uylagan mana shu stollari bilan 13 million. Buni ham 3 ta pufigi bor, stoli bor, mana bu miyaqkisi. O'sha 360 ga 250 lik razmerdagi miyaqkimiz. Zodagon mehmonlaringiz bo'lsa ana shuni uyingizga olib kelib o'tirg'izsangiz bir maza qiladilar-da. Mana bu o'zinikan, shunikan? Ha, komplektida 3 ta pufigi bor. 2 ta, 3 ta pufigi bor ekan. Xo'p. Bu ana shu miyaqki pufik ili ana bu stoli 13 million. Bular muncha? Ha, ikkalasi bir xil narxda 13 million. Xohlasalar bunaqa stol, jurnalniy stol bunaqa yoqsa bu bilan olishadi. Xohlasalar mana bu, xohlasalar yana high-tech variantdagi boshqa oq stolimiz bilan ham qo'yib berishimiz mumkin. Qolganini o'zlari tanlasa ham bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p. Navbatdagimiz ana bu anchagina bir hamyonbop deydimi o'shanaqa. Bu raskladnoy divan deymiz. Bu raskladnoy divanimiz. Bu ochiladigan, mana tortganimizda katta divan bo'ladi. Ha. Mana. Bemalol yotaversalar bo'ladi. Ikkita bonusga yostiqchasi ham bor ekan. Ichlari sandiqchalik. Ha, bemalol narsalarni qo'yib xullas. Bu iminnoy kichkina uylar uchun ekanda. Bular domla uchun juda ham yaxshi. Bular 20 santimetrlik matras, ortopedический matrasdan qilingan. Hech qanaqa o'tirib qolmaydi. Kачествоsi juda ham yaxshi. Garantiya bilan beriladi. Mana bu ikkita yostiqchasi bilan joy kam oladi.
hamyonbop o'zi ham. Ha, ana bir xonali, ikki xonali Ha, domla mana uchun shunaqa zo'r ekan ana shu uylarga variant. spalni garnitur kiritolmaydiganlar uchun juda ham yaxshi qulayliklari, afzalliklari shu qulayligida-da. Kunduz kuni buni yig'lab qo'yib bemalol Kunduzi choy bemalol ichsangizlar divan bo'ladi. o'rnida ishlatsa bo'ladi, kechqurun spalni o'rnida ishlatsa bo'ladi. Buni bo'yi qancha bo'ldi hozir ochilganda? Bo'yi 2 ga 1.60 matras. 2 2 ga metr. 1.60 lik matrasni bu. Manda odam bemalol o'tirib ekan. Mani bo'yim 1.85, ya'ni 15 sm joy qol ekan. Yana yopilganida ham rosa yopilishi Bir ham kishi yopib biladi-da xullas. bir kishi Yengil. bemalol Ana. yopasiz. Bemalol bir kishi o'zi ochib, o'zi yopib qilib biladi. Miyaqki, yengilgina, hech qanaqa to'xtab qolib, qotib qolmayotgan yo'q. Temir, kачествоsi yaxshi, sifati juda ham yaxshi. Xo'p, buni narxi qancha bo'ladi? Bu narxini mana shu ukamiz Quvonchbek nomidan kelganlarga 4,5 million qilib beraman. O'zi kassasi 5 millionda domlaga kirgizib berib sotyapmiz. Ha, 5 million asl narxi, lekin Bekapto kanal nomidan chiqsangizlar, mana shu orqamda turgan mebel 4,5 millionga aylanyapti. Ya'ni faqatgina Bekapto so'zini aytsangizlar, sizlarga 500 dollar skidkasi bo'lyapti. Xo'p, navbatdagi mebelimiz bu o'zi Kaput tayyor deydi. spalni ekan, ular. Ha, bu kaput mebelimiz. Buni kaput deydi. Mana bu tagi chiqib o'zi bilan bitta katta oldi spalni bo'ladi-da. Ha, как ana bu Bemalol spalni bo'ladi. Faqat bu tagidan bunaqa ko'tarilib tortib chiqariladi. Bu tarafiga sandig'i bor. U tarafi nima bo'ladi? Bemalol kiyimlarni qo'ysa, Mana bemalol sandiq, bitta sandiq nimasida ishlatsalar bo'ladi. o'zi ko'tarilar ekan, bunday og'ir emas, ko'tarib nima qilib o'tirsa, uchta yostiqchasi ham bor ekan, kattagina ancha. Taglari ko'tariladi, mexanizmli chiqadi. Mana shu katta holda mana bu 220 ga bunaqasi shunda 180 bo'ladi-da. 220 ga 180 lik spalni bo'ladi. Hop, bu stol ham qo'shib beriladi, komplekt. Xohlasangiz kichikroq stol desangiz, boshqa stol desangiz ham qo'shib olib borasiz. Stolni Mana o'zlari bu stolimiz ta'minladi. bilan sal arzon chiqadi. Bu mebelimizdan shu komplekt narxi qancha? Komplekt narxi bu mebelimiz mana shu oldagi stoli bilan 6 million. 6 million so'm? Shu hashamatli mebel 6 million so'm. Ha, 6 million so'm. Sizlar 6 million so'm ichiga nimalar kiradi? 3 ta narsa olibsizlar 6 million so'mga. Stol, ili spalni va ana bunaqa uголок deydimi? Xullas shunaqa mebel, Kaput mebelimiz. 3 ta yostiqchasi. 6 millionga menimcha 100% arziydi bu. Xo'p, navbatdagi mebel. Mana bu mebelimiz Muborak zavodining katta bir hashamatli zavod bor, Muborak degan. Katta zavod. Juda ham yaxshi sifatli mebellar ishlab chiqaradi. O'sha zavod o'zida 1200 dollarga mana shu miyaqisini beryapti shu komplektni. Lekin men skidka qilib, mana shu ukamizni nomidan kelganlarga 1000 dollar qilib beraman. 1000 dollar. 200 dollar Bekapto nomidan chiqsangizlar 200 dollar tushib berasiz. Men skidkaga qo'yganman. Skidkada bunaqasi hali bo'lmagan. Komplekt shunaqa, вообще. Komplekt narxi shunaqa. Komplekt narxi. Polna shu oldidagi stoli, mana shu nimalari bilan ikkita kreslosi, divanlari ham kattagina 220 santimetr bordir, 220 yoki 2 metr. Chunki bemalol yotishga ham qulay, o'tirishga ham qulay. Ajoyib qulayliklari zo'r. Sifatlari juda ham a'lo. Ana oyoqlarini ko'rsating. Bu hech qanaqa oddiy naqalardan qilinmagan. Hammasi yaxshi yog'ochlardan ishlangan. U zavod o'zi hamma narsasi yong'oqdan ishlaydi. Bahosini o'zlariga telefon qilib so'raganda ham 1200 zavod o'zi bizga beradi. Men endi hozir skidkaga qo'ygan holda 1000 dollarga stol bilan beryapman. 1000 dollar ash komplekt. Buni ko'rinishi oddiy bo'lishi mumkin, lekin hashamat bor-da. Buning ichida kelib materialni ushlab ko'rsangizlar, o'zi sifat gapirib turibdi. Xo'p. Bu uгологimiz Pantera zavod uгологи. Bular bu yerda bizda hamma mebellarimiz zavodskoy narsalar. O'ylamasizlar, mana masalan shu mebellardan boshqa joylarda ham ko'rishlari mumkin. Misol, mana o'zimizda ham Buxoroning o'zida ham sexlar ishlab chiqaryapti bunaqa mebellarni. Mana vodiydan ham shunaqa mebellar kelyapti. Lekin meniki imенно Pantera mebelliki. Bu yerda Panda, Pantera, Muborak zavod, ana shu zavodlar bilan ishlayman. Shu zavodlarning mebellari bilan. Bu kaputlar ochiladigan. Bular katta spalni. Bu ham spalni garnitur bo'ladi. Bu tarafi polnosti spalni kravat bo'ladi. Spalni kravat bo'ladi. Bu taraf sandiq bo'ladi. Ikkita pufikcha. Pufikchalarini ham ichlari mana
sandiqchali ochiladigan, bemalol narsa qo'shib ochiladigan, yostiqchalari bor. Yostiqchasini olsangiz mana bemalol yotishga ham qulay. Yana ham tagi shuncha chiqadi, katta spalni bo'ladi bu, kravat bo'ladi. O'tirganda ham qulaylik, o'tirib qolmaydi. Matrasni, ortopedskiy matrasni qilib ishlangan bu, o'tirib qolmaydigan. Juda ham yaxshi sifatda. Hozir endi raqobatdosh mebel do'konlari ham bor. Buni narxi xuddi shunaqa mebel arzon ko'rishlari mumkin, lekin sifat bilan sifat farqi bor. Ko'rinish bir xil bo'lishi mumkin, lekin baribir kelib amdek qilib ko'rsangiz o'zi ma'lum bo'ladi. Mana diqqatga qaranglar. Materiallari moyish material. Koja emas bu, moyish material. Yuvib bemalol ishlatish mumkin. Ammo oldagi stoli bilan 9,5 million qilib beraman. 9,5 million so'm. Gap yo'q. Keyingi mebelimiz? Bu mebelimiz hozir bu yerda ochib men imkonim yo'q. Men ochib buni taxlab bera olmayman, lekin Telegramda, Instagramlarda tashab beraman. Xohlasangizlar Panda mebel. Pandaniki, men bu oldida mana bitta buni xohlasalar jurnalist hisobida ham ishlatsalar bo'ladi. Ustiga stiklanni qo'yib, bo'lmasa bu hozir Lego degan komplektimiz bu Lego. Bu Lego deganda yig'ma. Xohlasangiz mana bu tarafini hozir bu yoqqa olib kelib, buni o'rtaga tiqqanda bemalol 5 kishi, ikkita bu 3ta bolasi, er-xotin mana polni oilaviy spalni qilib yotsa bo'ladi. Gabariti ham ancha katta narsa. Bu ham ana bu oldidagi stoli bilan 11 million. 11 million so'm komplekt-a? Komplekt Lego mягкimiz. Komplekt. O'zi ham materialimiz zamishpason ekan, buni qarang. Yo'q, materialimiz juda ham turetskiy sochuvli material deydi. Shu ushlab ko'rsalar. Turetskiy materiallar. Bularning hammasi turetskiy material. Bu yerda oddiy velurniy materiallar yo'q. O'zi sifat ham gapirib turadi. Hozir videoda endi men sizlarga isbotlab bera olmayman. Xo'p. Ko'ringizlar, mana birinchi etajdagi birinchi qism videomiz tugadi. Endi navbat ikkinchi qismga. Ikkinchi etajda esa sizlarni spalni garniturlar kutadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Ikkinchi qism chiqadi nasib bo'lsa. Kuzatishni davom eting. Xo'p, Buxoro shahrida joylashgan 3/5 Mohir mebel do'konining obzorini ko'rib chiqdingizlar. Endi buni men sizlarga aytib o'taman sizlarga. Hamma biladigan Buxoro shahrida joylashgan Prenatal tug'ruqxonasidan ozgina o'tib kelasizlar. O'zi kattagina qilib 3/5 mebel deb yozib qo'yilgan. Kelaveringlar nasib bo'lsa. Kanal nomidan chiqinglar, arzonlashib berishadi. Beraz, zakaz asosida ham o'zlari ko'ngillarga mos qilib chiqarib berishadi. Omma bo'lib keting, sizlardan chiqmas. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.